boshingga asti qilasan savol. Nima qilasan bu qizingni? Hammasi yarashib zo'r bo'lganini kelin onasi bilib qolibdi. Men shu savolga o'zim javob topa olmayman, Jamshid. Topa olmayman. Mana shu narsaga sababchi bo'layotgan oshna og'aynilar. Kechib yuboringlar undan. Achindim. Nimaga achindingiz? Qadrimga achindim. Nima xohlaydi bu ota-ona? Bularni qayraydigan, chaqlaydiganlar bor. Ikkinchisiga qiz tug'ilganlarni urib tep tashlaganini ko'rdim. Shu odamlar Allohni tanimaydimi deyman-da, qo'rqmaydimi deyman. Boshingiz egilmaydi, egilmasin boshingiz. Ham og'riydi-ku keyin. Qarg'aydi-ku keyin. Bilib qolib, shap etib keldida qizini olib yashamaysan deb so'rab chiqib ketdi. Kelinni ketgisi kelmayapti. Lekin ona xohlamayapti. Sabab bilasan nima edi? Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men suhbatga eshitishga arziydigan bir insonni taklif qilganman. Men o'zim ustozim Bahodir aka. Assalomu alaykum Bahodir aka. Kim bu inson desanglar, bu inson bir mahalla fuqarolari yig'ini raisidir. Ko'pchilik yozadi demanga men bilan suhbat qiling. Unda hayotiy hikoyasini eshitaman-da, hammani ham endi olib chiqib bo'lmaydi. Kimnikidir arziydigan sabablari bor, kimdadir yo'q. Hayotiy tajribasi ega bo'lgan odamni suhbatga taklif qilaman-da. Gapiradigan gapi bo'lsa, eshitishga arziydigan insonlar bo'lsa, o'sha sizni shunaqa insonni bilganim uchun taklif qildim sizni. Rahmat. Bahodir aka necha yoshga kirdingiz? 55. 55. Bularning hunarlari nima desanglar, bularning hunarlari operatorlik, rejissyorlik, video montajyorlik. Bahodir akam ustoz deb aytdim. Ustoz deyishimga sabab mana hozirgi mana faoliyatimni ko'rib turibsizlar. YouTube'da, Instagram'da, undan oldin televideniyada ko'rsatuvlar, barakasini bersin, omadli taksi, shunga o'xshagan sizlar tanigan ko'rsatuvlarni qilganman. Shularga o'zini hissasini qo'shgan inson Bahodir akam bo'ladilar. Juda ham ko'p. Men kichkinaligimdan bular oldilariga kelib, esdam kompyuterlarni ko'tarib oldingizga olib kelardim. Montajlarni o'rgatganlar. Mana shu darajaga yetishimga shu ustozim sababchi bo'lganlar. Hozir hammaning oldida sizga rahmat aytib qo'yaman. Duolarni olganman. Duo qilgansiz. Rahmat sizga. Ko'p shogird chiqargansiz Bahodir aka. Menda shunaqa vaziyat bo'ldiki, mana ham 5-6 ta shogirdlarim bo'lgan, ko'rgansiz. Siz oldingizga olib kelganman, lekin qo'pol qilib aytgan anu gap bor-ku, eshak semirsa egasini tepadi deydi-yu. Xuddi shunaqa narsa bo'lgan deymanda. Shogirdlarning ichida sizga xiyonat qilganlar bo'lganmi? Shogird degani bu bolalaringning qatoridagi bir boladek bo'lar ekan. Mana shu chiqargan shogirdlarimni deyarli hammasi o'zimni bolamdek yurishgan uyimda. Bolalarim yegan ovqatni yedi, vaqti kelganda kiyim-kechaga qaraldi, boshqa o'zimni bolamdek qaradim. Shuning uchun bekorga aytilmas ekanki, ustoz otangdek ulug' deb. Farzanding, mana seni ham farzanding bor. Farzanding senga bir qattiqroq gapirib yuborganda qanday diling og'risa, shogird senga boya aytgandek eshak semirsa egasini tepadi deganda sen yuzingga qarab turib, mana bunaqa gapirib, qo'llarini mana bunaqa qilib, senga ko'zingga tikka qarab gapirganda bundan og'riqli narsa yo'q. Og'riqli narsa yo'q ekan. Bilasanmi? Ko'zimga shu shogirdim yangi kelib, uyimda 4 yil, 5 yil yashab, bir o'zim bolamdek qabul qilib yurganlarim keldi. Achindim. Nimaga achindingiz? Qadrimga achindim. Bilasanmi? Farzand katta qilasanmi, shogird katta qilasan, bir yaxshi bir umid niyatda katta qilar ekansan-da. Ertaga kelsa, 4 ta non ko'tarib, ustoz duo qiling, mana o'zingga o'xshab duo qiling. Desa bir chiroyli bir duo bersang, ertaga bir martabasini ko'rib bir xursand bo'lsang. Ustozdan boshqa bu bolaning martabasiga hech kim xursand bo'lmaydi. Havas emas, ko'pchilik hasad qiladi. Xuddi faqat ota farzandini martabasi ulug' bo'lsa xursand bo'ladi deganda, shogirdning martabasi ulug' bo'lsa ustoz xursand bo'ladi. Chunki mani o'rgatgan, bergan bilimim tufayli shu bola shuni ko'tarilib ketdi deb bitta shu ustoz faxrlanadi. Lekin Xudoga shukr faxrlandim. Endi ruschasiga aytganda semeni bezurodi deydi, orasida baribir chiqar ekan bitta, ikkita. Guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi. Ha, guruch ko'rmaysiz bo'lmaydi deganda baribir chiqar ekan orasida bitta, ikkita. Men xafa emasman, endi bu kunlar o'tib ketdi-yu, lekin bu juda og'ir botar ekan. Boy achindim dedingiz, qadrimga dedingiz. Yana shu savolni takrorlab beraman, balki javobingiz o'zgarar. Qadringizga achindingizmi, ketkizgan vaqtingizgami? Yo'q, ketkizgan vaqtimga achinmayman. Bunga hunarim hammasini o'rgatdim. Hammasini o'rganib, boshqa bo'lgandan keyin sen o'sha qanaqadir bu odam uchun kerak emas bo'lib qolarsan-da.
Ish bitgandan keyin. Ishi bitgandan keyin hammasini o'rganib olgandan keyin уже san bilan kecha yonida qo'lini ko'ksiga qo'yib yurgan bola уже san bilan teng olishadigan bo'lib, boshqa qilib, aqllilik qilib, orqangdan har xil gaplar chiqadi. Shunaqa ustozini qaysidir ma'noda norozi qilishdi bu. Ustozini norozi qilib dilini og'ritib ketgan shogirdlarga bo'lsa bizani ko'rayotganlarning ichida. Mayli u operatordir, boshqa sohadadir. Ustozini norozi qilib dilini og'ritib ketgan shogirdlarga nima degan bo'lardingiz o'sha bolalarga qarab? Do'dir-so'dir qilib yurgan bolalar bo'lishi mumkin-da hali ham. Avvalambor ustozinglarning dilini og'ritmanglar. Otanglarning dilini og'ritmaganda ustozinglarning dilini og'ritmanglar, ko'karmaysizlar. Bir yillikka ham bo'lmaydi. Chiroyli ustoz bilan yakunlab, duosini olib, qanot yozib uchib ketgandan keyin ham hol ahvol so'rab, ustoz bir narsani iltimos qilganda yonida hamisha kamarbast bo'lib, yaxshi yomon kunlarda yonida turinglar. Ustozni dilini ortar ekansizlar, baraka topishmaydi. Baraka topmaysizlar, yigitlar. Lekin pul topaveradi, ishlayveradi. Barakasi bo'lmaydi. Mana men ko'rib turibman o'zim shogirdlarim ko'pidan. Pul topadi, u qiladi, bu qilishi, bunaqasini barakasi yo'q. Lekin chiroyli duo olib, boshqalar qilib, dilini yayratib ketganlar yayrab yuribdi, bo'lib bitib yurishibdi. Men bu narsada hayotiy tajribamda ko'rdim. Hayotiy tajribamda ko'rdim. Sizni yoshligingizda qaysi qilgan xatolaringizni hozirgi yoshlar takrorlayapti? Hammaning yoshligida o'zini xatosi bo'ladi-yu. Mana shu narsani xato deb bilaman degan xatolaringiz bo'ladimi? Hozirgi kunda yoshlar ham shu ishni qilyapti. Kompyuterda kontrol o'ynab yuribdi, bilyard o'ynab yuribdi. Katta kishi, ikkita bolasi bor. Undan ko'ra bir hunar o'rganib, yoki bir mashina olib haydab taksichilik qilsan ham 3-4 so'm topasan. Otasini pensiyasiga, onasini pensiyasiga yashab yurganlar bor-da. Men hunarga juda kech kirdim. Institutlarni bitirib, ishlab yurib, men ham shapaloq otib, boshqa qilib yurdim-da. Bizning davrimizda kompyuter, telefonlar bo'lmagan-u, bizning davrimizda biz futbol jinnisi bo'lganmiz. Futbol o'ynagani bor, boshqa qilib. Shu oilali bo'lib, boshingga olaqurjun tushgandan keyin, boshqa qilgandan keyin tushunib yetdimki, hunar egasi bo'lish kerak ekan. Hozirgi yoshlar mana shu xatolarni ko'p qaytarishyapti. Deb yuraveradi. Bitta hunar o'rgangan, boshqa qilgan. Bilgan tanishlarni ota-onasiga ham aytadi, bolangizga bitta hunar o'rgating, mayli o'qish bo'laveradi. Lekin orasida bitta hunarni ham o'rganib qo'ysa, xalaqit qilmaydi. Deb ko'pchilik gapiradi, mana qarab turaman, ko'pchilik mana shu yuraveradi-da, mana hozirgi paytda o'sha kompyuter o'ynaydi bular, PlayStationga boradi, yo boshqa qiladi. Mana shu bolalar vaqti kelib, yoshi yetib uylanyapti. Ota-onasi uylantirib qo'yapti. Endi tasavvur qiling, bu yerda ishlamasa. Balkim ishlar, lekin oyligi tayinli ishmasdi. Tayinli ish emas, boshqa emas, arzimagan pul topadi, boshqa bo'ladi. Ko'p ajrimlar shundan kelib chiqyapti. Ko'p ajrimlar kelib chiqyapti. Lekin nimaga? Chunki Instagramlarda boshqada, masalan, hamma o'zini oilaviy sharoitini, kelinlar, boshqalar tashlayapti, boshqa qilyapti. Lekin buni ayoli o'tiribdi-da, ko'ryapti. Bunda bunaqa sharoit yo'q, bunda bunaqa pul topishlar yo'q, tegida mashinasi yo'q, uyi jari dabdabali uy emas. Keyin janjal chiqyapti, urush chiqyapti, boshqa qilyapti, yoqmayapti, o'rtoqlari zo'r yashayapti bir xil. Mana shu narsalar ham kelyapti. Bitta narsani aytib ketish kerak shu joyida. Bo'layotgan hozir Instagramda o'sha aytasiz, blogerlarni, kelinlarni ko'ryapti oilaviy sharoitini. Ko'pi yolg'on lekin shularni. Men o'zim bilaman-da. Arendaga kvartira olishadi, yaxshi, o'sha yerlarda bir ovqatlar qilib, bir narsa qilib, kontentlar qilishadi. Hammasi ham emas, ko'pi yolg'on. Shu narsani ko'rgandan keyin bu yerdagi siz aytayotgan ayollar ko'radi-da, kelinlar. Menda unaqa sharoit emas deydi. O'zida noshukurchilik paydo bo'ladi. Bu bir tomoni. Ikkinchi tomoni, haqiqat tomoni, rostdan siz aytgandagi bolalarni kontrol o'ynab, bilyard o'ynab yuribdi, ikkita bolasi bor. Xotini nima qilishi bilan uyda tuzukroq ro'zg'orda narsasi yo'q. Ana undan keyin siz aytgandagi kelishmovchilik boshlanadi, ajrimgacha boradi. Qaradi, Jamshid. Hozir ko'p holatlarda ko'ryapmiz, erkakni boshi egilib qolyapti. Nima sabab? Yo'qchilik.
Ayol kishi uni xohlaydi, buni xohlaydi, chiroyli kiyinish xohlaydi, tillarni xohlaydi, yaxshi yashash xohlaydi. Anuni olib bering desa puli yo'q, mana buni qilib bering desa puli yo'q, kuchi yetmaydi, boshqa qilmaydi. Bor yaxshiroq pul topib ketsa hunari yo'q. Umrini o'tkazib qo'ydi mana bu yerda. Umr o'tib ketdi, orqaga qaytara olmaydi uni. O'sha maktab bitirgandan keyin misoliga o'qishga xohlamadimi, boshqa qilmadi, hunarni o'rgansin, boshqa qilsin. Endi puli yo'qmi? Nima bo'lyapti? Boshiga kelyapti. Tili qisiq. Tili qisiq. Boshiga kelyapti oilasida. Ana shu hammasi shundan kelib chiqyapti. Odam o'zida farosatan bo'lish kerak-da. Oilasini mana shunaqa janjalgacha olib borish kerak emas-da. Erkak kishi menimcha to'g'ri ba'zi bir sabablar bo'ladi. Kasal bo'lishi mumkin, mumkin emas bo'lishi mumkin, unga masalan changli joyda ishlash yoki og'ir ko'tarish mumkin emas. Lekin imkon darajasida baribir harakat qilish kerak-da, chunki oila boquvchi-da erkak kishi. Masalan, shunaqa holatlar bo'ladi-yu, ana sizni mahalla fuqarolar yig'iniga kelsa kerak shunaqa ajrim bilan, topilgan bilan. Juda ko'p. Mana shu yetishmovchilik sababidan tashqari yana qanaqa sabablar bor ko'proq oila ajrimiga? Mana siz ko'p guvoh bo'lasiz-da. Eng sizga yoqmagan qaysi holat? Mana qara, ajrimga sabab yo'q. Ajrimga sabab yo'q. Masalan, oilada sanda janjal bo'lmagan er xotin. Menda bo'lmagan. Hammada bo'ladi. Oddiy gap, endi er xotin urushasan, talashasan boshqa. Hozirgi kelinlarni hammasi dunyoni ayrimlari bitta gap bo'lsa onasiga yetkazadi. Ha. Onasi tirt yugurib keladi-da, qizini ketini ko'taradi-da, shappet oladi, top chiqib ketadi. 5 kundan keyin keladi-da, nasat yig'ishtirib ketyapti. O'shani o'rniga kelib turib, "Ey, bamda o'tiringlar, boshqa qilinglar." Qizni agar yigit yo'qchilikdan, topolmayotganligidan bir janjal chiqib urush chiqayotgan bo'lsa, unda u kelinni ketini ko'tarish kerak emas. Bahona emas-da bu ajrashishga. Bu bahona emas. Masalan, bu to'g'risida mana hozir bir seriallar ham chiqyapti, bir kichkinagina bir novellalar chiqarishyapti, lekin ko'pchiligiga ta'sir qilmayapti bu narsa. Ota-ona ko'p holatlarda ota-onalarni o'zi sababchi bo'lib bolalarni ajratib olishga. Mana yaqinda bir holat bo'ldi. Yigit bilan qiz xohlayapti, kelin kuyov. Hali farzand yo'q, lekin xohlayapti yashashni. Ozgincha vaqt bo'ladi, pauza bo'ldi. O'shanda ham o'sha kelinni onasi kelib olib ketib qolgan. Uyda ozgincha gap so'z bo'lganiga, kelin onasi kelib olib ketib qolib, 5 kundan keyin kelib butun narsani yig'ishtirib ketyapti. Kelib yarashtirib, hamma yoqni kelishtirib ketishi o'rniga shappet kelib olib ketyapti. Boshingga yastig' qilasan, savol. Nima qilasan bu qizing? Yo, naborot, bularni yarashtirib, tushuntirib, biz ota-onalar nima uchun kerakmiz? Shu kam-kattagina o'rgatib, tushuntirib, boshqa qilib, yo'q bu kelyapti, shappet bo'l, yashamaydi deyapti. Shu sababini surishtirganingizda arziydimi nimadir? Yo'q, arzimaydi. Yo'q sabab. Sabab yo'q. Oddiy gaplar. Kech qolib desa SMS keldi, anu bo'ldi, mana bu bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Yoki bo'lmasam yaxshi ovqat qilmayapti, yoki mana buni anaqa qilmayapti, telefon titib o'tiradi. Nima deydi, endi har xil erkaklar bor, bir xillari ko'taradi, bir xillari ko'tara olmaydi, endi ko'tara olmaganlar to'polonni qiladi. Urushadi, telefon o'ynaqasan, o'ynab onangga qarashsan bo'lmas, boshqa oddiy gaplar-da, oiladagi bo'ladigan. Bu ajrimga sabab narsalar emas-da. Mana shu hozirga aytayotgan oilam ajrimga borishganda, zaksga, hali farzand yo'q, zaksga borishganda, zaksga borib o'sha yerda yana qaytadan bir-birini ko'rganda mehr tovlanib ketgan bir-biriga deb, bo'ldi-ki, yarashamiz deb o'sha yerda o'zi birlashib, bo'ldi, shu ajrashmaymiz, yur deb orqaga qaytib kelib, kuyovning onasi ham uyiga qabul qilib, boshqa qilib, chiqishib, hammasi yarashib zo'r bo'lganini kelinning onasi bilib qoldi. Bilib qolib, shap etib keldi-da, qizini olib yashamaysan deb so'rab chiqib ketdi. Kelinni ketkisi kelmayapti. Lekin ona xohlamayapti. Sababini bilasan nimaga xohlamayapti? Nimaga? Sababi bu sabab emas-da. Buni onasini qilayotgan e'tiroz shunday iborat bo'ldiki, nega meni uyimdan kelib olib ketmadi? Ha, bular zaksga borgan, zaksdan chiqib to'g'ri kuyovning uyiga kelishgan. Shular onasi kelyapti-da, nimaga meni uyimdan borib yalinib olib ketmasdan? Men bittan olib ketdi. Zaksdan to'g'ri yoqqa ketdi. Yashamaydi deb olib chiqib ketdi. Hech narsa qila olmadik. Men demoqchimanki, bunaqa holatlar juda ko'p bo'lyapti. Bu nima endi, kibrmi endi bu?
G'ururmi bu, endi nima bu? Men shu savolga o'zim javob topa olmayman, Jamshid. Topa olmayman. Nima xohlaydi bu ota-onalar? Yoshlarni o'ziga qo'yinglar. Ota-ona qachon aralashadi? Qachonki farzandi oilada ayoli bilan noto'g'ri yo'nalishda ketayotgan bo'lsa. Ey bolam, bu yo'nalishing bu xato bu. Men bunaqa emas, mana bunday yurlaring, mana bunday qillaring deb maslahat beradigan joylari bor. Joyingiz bo'lsa, ana o'sha paytda gapirsin, bolam, men qilayotgan ishinglar noto'g'ri. Boshqa vaqt qo'yib beringlar o'ziga yoshlar. O'zi yosh bola emas-ku, uylandi, farzandli bo'ldi, ota-ona bo'lishdi. O'ziga fikr yuritsin. Va endi urushadi, 5 minutdan yarashadi, boshqa yo'q, darrov ota-onalar kelyapti, janjalni qilyapti. Yoki masalan, aksariyat holatlarda yigit bu qizni yaxshi ko'rgan, kuyovni onasi kimnidir olib beraman degan. Endi kelin bo'lib keldimi, kuyovni zo'rligi bilan endi kelinni chiqishtirmaydi. Yoqtirmasdan so'pa. Mana shunaqa. Demak, ajrimlarga hozir agar foizlarga bo'ladigan bo'lsak, ajrimga sabab bo'layotgan yoshlardan ko'ra ko'proq ota-onalar sababchi bo'lyapti-da. Arzimagan narsalarga ota-ona aralashib ketyapti, yashamaydi boryapti. Который bu narsani hal qilsa bo'ladigan narsa. Ajraladi qachon bir xiyonat bo'lsa, yo bir bola narkoman bo'lsa, yoki bir kelin fohisha bo'lsa, oila bola chaqasini o'ylamaydigan kelinmi, kuyov bo'lsa, o'sha paytlarda endi bir ajrimga loyiq narsa mashlandi bilaman. Xo'p. Endi shunaqa oilalarni bilamanki, men 15-20 yillab farzandsiz bo'lgan. Yashashgan Alloh berdi. Bu sinovli dunyoda sinovga qo'ydi, Alloh shukr qilib o'tirishdi. Chidab mana o'sha 15 yildagina farzandli bo'lgan odamlarni ko'ryapmiz. Farzandi bor, ikkita, uchtalar farzandi bor, boshqasi bor, lekin noshukrchilik qilib arzimagan yo'q narsaga ajrashadi. Ana sizam eshitgan bo'lsangiz kerak. Qiz tug'yapsan deb turib ajrashganlar ham bo'ladimi? Yo'q, men tajribamda hali bunaqasiga yo'liqman. Eshitaman-u, lekin o'zim hali yo'liqqan joyim yo'q. Qanaqa odam lekin deyman-da. Qizni ham, o'g'ilni ham Alloh beradi-da. Sen faqat qiz tug'asan deydi-da. Uyga olib tashlaydi. Bu ajrashaman, yashamayman deydi. Boshqasiga yoki onasi aytadi-ki, boshqasiga uylantiraman deydi. Uning faqat qiz tug'adi deydi. Yoki bo'lmasam birinchi farzandi qiz bo'lgani uchun ajrashganlarni eshitdim men. Birinchi farzand. Ikkinchisiga qiz tug'ilganlarni urib tep tashlaganini ko'rdim. Bu baraka topkur, bu ayolning qo'lida emas-u. Agar insonning qo'lida bo'lganda o'zi uchun yasab olardi. O'g'il kerak bo'lsa o'g'il, qiz kerak bo'lsa qiz. Shu narsani insonmiz-ku deyman-da, inson bo'lib yaratilganmiz-ku. Ongimiz bor, to'g'rimi? Xo'p, mayli, ani yoshlar deb aytadigan bo'lsak, shu ajrimga sabab bo'layotgan, shuni sababchi qilib kuyovning onasi yoki otasi bo'ladi-da. Yo'qot boshqasini olib beraman deydi. U ketishi mumkin, mayli, u qiz ketishi mumkin. Ham og'riydi-ku keyin. Qarg'iydi-ku keyin. Jamshid, bilasanmi, shu sen hozir aytayotgan holdagi kuyovlar, otalar atrofidagi muhiti odamlar o'zi yaxshi emas-da. Bularni qayraydigan, chaqlaydiganlar bor. Agar shu yigit oshna-g'aynisi yo'ldan uryaptimi, yo uydagilar ota-onasimi, yo boshqasini yo'ldan uryaptimi, lekin shu yerda bir insofli, bir tushungan insonlar bo'lib, Allohni tanigan odamlar bo'lib, shunga to'xta, sen noto'g'ri ish qilsan. Sen hozir gaplaringni bunga yetib gapirib tushuntirsa, shu bola fikrdan qaytib o'zgaradi. Yo bular aksincha bular bunga gaz beradi. Olovga kerosin qo'yadi-da. Davay. Tushunsan? Yo'ldan uradiganlar, mana bunaqami, mana menda 3 ta o'g'il, senda 2 ta qiz bo'ldimi, deb gapladi. Mana shunaqa sinfdoshlar yo ulfatlarga men aytardimki, shu to'g'ri yo'lni ko'rsatsa, tushuntirsa. Shu odamlar Allohni tanimaydimi deyman-da, qo'rqmaydimi deyman-da. Jumaga bormasmikan? Jumaga bormaydi bular, namoz o'qimaydi, kitob o'qimaydi. Tushunsan? Bu Allohdan qo'rqqan odam, bu Allohni bu shukronasi-ku, bu boshqa-ku, endi mayli nima bo'lsa ham mayli, Alloh berganingga shukr deb o'tirardi-da. Bular Allohni tanimaydiganlar deb bilaman deyman. Boshqa fikrim yo'q. Choyxonada o'tiribmiz. Mani 2 ta qizim bor edi o'sha payt. Yonimda o'tirgan og'aynimni 1 ta qizi bor edi. Davrada o'tiribmiz, bitta bola og'aynimiz keldi.
xotini homilador ekan. Ha, tug'ilib bugun farzandli bo'lgan, shuni endi chaqirib Shukrona dasturxon yozyapti. O'g'il ekan. Xursand bo'ldik, tabriklaymiz. Keldik, o'tirdik. Hamma sinfdoshlarimda o'g'il farzand bor-da. Menda ikkita qiz, yonimdagi bolada bitta qiz. Kelyapti-da, "Ha, o'g'il boshqacha bo'lar ekan", deyapti. "O'g'il boshqacha bo'ladi", deyapti. Qiz nima qilib beradi, deyapti. Bittasi, "Men xotinim ikki xat uziga olib tushuvdim", deyapti. "O'g'il", deyapti. deb og'zini to'ldirib gapiryapti. Men endi indamay o'tiribman. Yonimdagi og'aynim chidolmayapti-da. "Qiz bo'lsa nima qilibdi", deyapti. "Nima qilibdi qiz? Nima demoqchisa lozim bu gaping bilan", deyapti. Haligi choyxonada shu tema bo'lib ketib qoldi. Men aytdim, "Ey, qo'y, o'zingni bos, gapirma, qo'y, gapiraversin." Keyin, "Gapirsan ham", dedi. "Ikkita qizing bor o'sani ham." Keyin haligi o'ziga olib tushdim, "O'g'il ekan meniki" degan bolaga qarab, "Og'ayni dedim, oldin tug'ilsin", dedim. Birinchi, "Esalomon tug'ilib olsin", dedim. "Alloh umri bilan bergan bo'lsin", dedim. Lekin dedim, qizni bu o'zi xohlab yasab olmagan, sen ham o'g'ilni o'zing xohlab yasab olmagansan. Bu Alloh bergan. Bizni hech nolimaymiz qizimiz borligi uchun. Menga ozgincha sal og'ir botdi-yu, lekin o'zim bosib olib gapirib chiqib ketgan joyim bo'ldi o'shanda. Keyin o'zimga o'zim aytyapman-da, erkak kishiga yarashadigan gaplarmi shular. Endi choyxonada shu muhokama xotini ikki xatligi, o'ziga olib tushganini, o'g'il deyapti. Erkak kishi dasturxon ustida gaplashadigan gapmi shu? Endi ayollarga yarashadi-da bu narsa, erkak kishiga emas-da. Mana shunaqangi gaplarni eshitib, biz-ku misol uchun farosatimizni ishlatib olib, deymiz. Lekin bir xil nima qiladi? Ichadi-da, antiyotgan bechara uyga kiradi-da, xotinni turg'izib olib uradi keyin. Sanada boshim egildi, unaqa, "Ey, baraka topkur. Boshingiz egilmaydi, egilmasin boshingiz. Qizni ham, o'g'ilni ham Xudo beradi. Uni siz yasab ola olmaysiz. Alloh kimga xohlasa qiz beradi, kimga xohlasa o'g'il beradi. O'g'il mamnaqa qiz, bilmaysiz kimdan ertaga mehr ko'rishini. O'g'ildanmi, qizdanmi? Endi savol. O'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, tarbiyani to'g'ri bergan ekan. Men bitta 5 ta qizi bo'lib turib, o'g'li yo'q bo'lsa ham, aytdi 20 ta o'g'ilni o'rnini qoplab qo'ygan qizlar bor. Avvalambor o'zingga bog'liq tarbiya berishga. Men 5 ta o'g'ling bo'lsin, lekin tarbiyasini buzib qo'ygan bo'lsang, nima uchun o'g'il deyshadi? Nima uchun faqat o'g'il, voy o'g'il bola bo'lsin, voy undoq bo'lsin, undoq. Go'yoki o'g'il bola hammani qoyilasiz tashlaydiganligi. Sani tarbiyangga bog'liq. O'zingni tarbiyangga bog'liq birinchi. O'sha o'g'ilni ham o'g'il bo'lib katta bo'lishiga, sen o'sha o'lganing tug'udingni ko'tarishiga, sanimda boqib qaraydigan bo'lishiga. Lekin shunaqa oilalarni ko'rdim. O'sha 3 ta qizmi 10 ta o'g'ilni o'rnini egallab qo'yishgan, bosib qo'yishgan, qoyillatib qo'yishgan hamma ham. Kuyovlari o'g'ildan yaxshi. Kuyovlari o'g'ildan yaxshi, to'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun bu men bir narsani aytmoqchimanki, 5 ta qiz bo'ladimi, 3 ta qiz bo'ladimi, 4 ta o'g'lingiz bo'ladimi, tarbiyasini chiroyli qilib berib qo'ying. Lekin bitta gap aytaman. Balkim bizani hozir ko'rib turgan odamlar ma'qullashsa kerak. O'g'lamchi, mana o'zidan o'g'il bolam, o'g'il uylanguncha o'g'il ekan. Uylanguncha o'g'il ekan. Uylangandan keyin bo'ldi, u ham farzandli bo'lar ekan, oilali bo'lar ekan, o'zi bilan o'zi ovora bo'lar ekan. Tushunsan? O'shaning uchun o'g'ilmidi, qizmidi, Alloh farzand berganiga shukr qilib, shukronalar etib, kimda agar o'g'li bo'lmasa, hali yosh bo'lsanglar, o'g'li bo'lmasa, Allohdan so'raylar. Alloh beradi. Agar ayolinglarni shunaqa qiz tug'gani uchun haydab yuborgan bo'lsanglar, hali ajrashga bormagan bo'lsanglar, iloji bo'lsa qaytarib olib kelinglar. Chunki u ayolning qo'lidan, insonning qo'lidan emas bu. Hozir mana ekolar rivojlanib ketdi-ku. Befarzandlar asosan boradi. Iloji bor, doktorlar o'sha o'zini urug'ini olib kelib ekib farzand. Даже shunaqa doktorlar bilan biz suhbat qildik ish jarayonida. Ular aytayaptiki, biz hal qila olmaymiz shuni ham deyapti. Maksimal harakat qilamiz o'g'ilni topib anaqa qilishga. Lekin unga garantiya bermaymiz deyapti. O'g'ilni ekkanda ham qiz bo'lib qolgan holatlar bo'lgan ekan. Qiz kerak deb borganlar,
qiz ekkanda o'g'il tug'ilganlar ham bo'lgan ekan. Bu Xudoning ishi-da. Shuning uchun hurmatli erkaklar, yigitlar, boya hozir Jamshid aytganidek, agar mana shu tufayli bir ajrim yoqasida turganmiz, boshqa orqaga qaytinglar, Xudodan qo'rqinglar. Mana shu narsaga sababchi bo'layotgan oshna og'aynilar. Kechib yuboringlar bundan. Sal Xudodan qo'rqinglar. Sizlarning gapinglarga bu indamasligi mumkin, choyxonadan turib ketishi mumkin, vaqt soati bilan ketadi. Lekin u bilmaysiz uyga borib xotinini nima qiladi? Uradimi, tepadimi, haydab yuboradimi? Agar oila ajrashib ketsa, sizlar sababchi bo'lib qolasizlar, gunohiga sizlar qolasizlar. Shuni hisobini olinglar. Gapirayotganda ozgina o'ylab gapiringlar. U jannat-ku u qiz. 3 ta qiz bo'lishi yoki 2 ta qiz bo'lishi.